Muş atışını razı kılmak, bek təsirmiş, atışın Abbascanmış bizden razı olap bir minnettarlıktan bir film işleyle deydi. Abbascanmış maşını bizim bazarda aldınız mı? Həmiş bazasından bazardan setib aldım. Kaç pul setip aldınız? Bu hesapdaş 53 min köy. Kaçıncı yılın ki? 18 3. ayınınki. 18 3. ayınınki Lamanda hoşunda ama Lamanda. Arsel'den Lamanda. Arsel'den Lamanda. Kol hot mu, otomatik hot mu? Avtomat pixotken. Sizin muş bahadına razı oldunuz mu? Bahadım razı oldu. Qanaq degan bu davamlı qilqimiz doyun subsida ko'rapmish o'silning bazarağını sizni. Ko'rap ilqi ilm setim avvalnimi ko'rap. Misha haqiqiy ishonchlikka deb chigen. O'ylaganimizdek biraz ishonchlik chiqdi. Bu qarulaç maqtvanman hamda biz to'g'riliq jamiyatda har xil ariyangiz gap qilgan odam nurg'on. Hamda do'stlarninki biz o'zi kelib, bizlar aralashib, misha ilm berim qilib, o'zi shu o'zidan bir his qilib beqishni biz nim qilamiz, umid qilamiz. Lekin mayli qanday ish bo'lsa, o'dil davran. Ishkiran oldida mayga yomon gapni demaydi, yaxshi gap. Ya, u hargiz bundaylikqa teppagan, ya ko'nglimizni o'ylab ta'sir qilgan tabiiy gaplarni daytimiz ham emas. Mashina sotgan balımı şunda obdan ballı ekan, u bu juğuytim. Kuşaq tushak rasmiy ildan tartib. Bo'yicha shu bir bakmay quyib berdi-mi? Bir bakmay quyib berdi. Bir bakmay joylashdim, pisirat. Mush mashinaning butun go'hosini o'zimiz ko'tardik. Lekin faoliyat qilamiz degan emasmi? Amal qilib. To'g'ri. Mush bal qo'llab ketgan. Hamda shu sabab bilan do'stlarga deyutak, bizning bozorimizdan bundan keyin sotmoqchi bo'lgan mashinalarning hammasiga bizning bozordagi mashinachilar shunday va'da beramizki, bir bak mayna zodi so'g'a tushibdi. Quyib birimiz va'da. Abbascan hamda bizga razı olib, shunda bizga o'tgan gapni qilib berdi. Bu qandaqdir yaxshi gapni pul setib olganimiz emas. Bizmo sotuvchi foydamliq demaymiz, foydalib sotdik. Lekin hamma do'stlarningki bir pul xarajligiga bir arzigidek bir ilm setimni qilib olganligimiz uchun bizning ko'nglimiz xo'sh. Nima ish qilsa ham do'stlar razı olsa bizning ko'nglimiz avvalda ichilib qoldi ekan. Mashinachilik qilmoq ham oson emas, shundaymi? Oson emas-ki. Hamda biz siqim bor, sovuqim bor. Sizlarga pul topmoq oson emas, bizga tijorat qilmoq oson. Hammamizga shu. Lekin hamda bizmo tijorat qilsaqmish do'stlarning xarajlagan puliga bir arzigidek bir tijorat qildi deb o'ylaydi ekanmiz. Xaridorning ishonchiga erishgidek. Qanday qilib bir do'stlarni bir rozi qilib, bir xushal qilsak, sotgan mashinamiz biz do'stlarga buzilmay, bir yaxshi menib, bir sifatli menib, do'stlarning bir turmush hojatini bir yaxshi chiqsa ekan deb bizmi shuningga tilakdosh kelamiz. Rahmat Abbascan bizni Sizlarga cho'ng rahmat. Shu ushaqchilik hatta şu aynak-paynakni aytishildan tartib qilib berdi. Shunda razı oldik. Lazım Asanjammo balan bal ekan, mushu sotquchi nimalni ko'rib baqdik. Hammasi asosiy jihatdan degidek rastdan deb yaqin aq deb qarab ganjang muomala qiladi ekan. Xaridorligi. Mashinadan umumiy ahvoldan xabardor bo'ldingiz. Umumiy ahvoldan xabardor bo'ldik. Razı oldik. Rahmat. Siz razı olsangiz bizningki topgan pulimiz sindi. Siz razı olmasangiz bizning topgan pulimiz sindi. Razı. Hamda foydali ishlar bo'lib qoldi ekan tijoratda. Naq topsin, bazarning texidan Rahmat. Shunga do'stlar, mana shunday filmlarni ishlab chiqaryapmiz. Qandaqdir o'zimizni bek maqtab ketganligimiz emas. Bizdan norozi bo'lgan do'stlar bo'lishi mumkin, rozi bo'lgan do'stlar bo'lishi mumkin. Lekin biz amal bormiz do'stlarni xushal qilib, rozi qilib tijorat qilsak ekan deymiz. Shunga Abbascanga o'xshash nurg'ulg'an mashina olmoqchi bo'lgan ikkinchi qo'l mashinaga so'rashayotgan do'stlar. Ishkilanmay bizning bozorimizni tanlashinglarni umid qilmayman, qizg'in qarshi olaman. Abiyatni degandek bozorimizningki mehri shunda issiq, mashinalarimizning sifati bir-birida yaxshi, mashina tijoratchilarimiz bir-biridan munavvar. Do'stlar cho'qim yaxshi sifatli bo'lgan mashinalarni har vaqt ta'minlaymiz. Shuning bilan birga abiyatni degandek gapimiz gap, va'da bir bak mayna zot cho'qimmish mashinagan do'stlarga bozorga har qanday mashinachi bundan keyin qachlab qilib beramiz. Yakshanba kunlikka zot bir vaqt tushlik tomoq pola zot udaba. Uning bilan birga hamda mashinachilarningki texnik paymon tutib qolib qolsa, biroq etim bir go'xuni qetma yaxshi qilib berish mumkin. Lekin hamda go'xun qanday qilib berish mashinachining o'ziga bog'liq. Lekin may qachlab turmizdik. Mashinachi do'stlar cho'qim bazorimizga mashinachilar hammamiz cho'qim qachlab turmiz. Rahmat, filmlarimni ko'rib qo'llab qo'yinglar. Xayr xo'sh. Maqabbas.